Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi Nijiloyga to'g'ri keladigan Jiloy ilk xona uyimizga kelganmiz. Farhod chorrahasidan, Farhod chorrahasining yonida Korzinkadan 100 metr Shirin chorrahaga qarab yurganimizda, yo'l 100 da 4 qavatli uyimizda birinchi qavatida ilk xonalar alohida bo'lgan uyimizni ko'rib chiqamiz. Ichkarida yashash uchun ham zo'r joy, lokatsiyasi. Nijiloy qilib foydalansa ham любой biznesga ketadigan joyimiz. Ko'cha tarafda 3 ta derazasi bor. Fasad 9 metr. Hozir ichkarini ko'rib chiqamiz. Ko'cha tarafdan kirishimiz. Bu yerda go'sh balkoni. Bu yer zal. Holatlari yaxshi. Bitta asosiy bo'lsa juda ham chiroyli bo'ladi. Bu o'zini kuxnyasi, o'zining joyi, oshxonasi asli joyi. Bu yerda yurganimizda esa bu asosiy prezident kirish eshigimiz, bu koridor. Koridorda kirganimizda to'g'rida vannaxonamiz. Kafillangan, holati yaxshi. Bu hojatxonamiz. Hojatxonamiz ham holati yaxshi. Chap qo'lda esa o'zining spannasi, ko'chaga qaragan derazasi bor. O'rtoqlar, bu uyimiz kvadrati 48 kvadrat. Hujjatlar takim-ta'min. Bu uyimiz Nijiloy ad ofis qilib yashashga ham bo'ladi. O'rtoqlar, bu ilk xona razdelni, sanuzorlar razdelni bo'lgan uyimiz 48 kvadrat. Lokatsiyasi juda ham zo'r joyda joylashgan, yashash uchun ham juda ham zo'r joy. 80 ming so'ralyapti. Ustida savdo qilib kelishadigan joyi bor.